Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa yangi taqvo tandir kolbasamiz chiqdi. Mana qarsillab, qip-qizil kassillab chiqqan. Hozir tandirdan chiqardik. Bemalol murojaat qilaverishlaringiz mumkin. Ishonchli mol go'shti, molli qop-qora laxm go'shti, charv yog'i ham qo'shmaymiz. Molli faqat laxm go'shtiga qo'ydi dumbasini qo'yib, ziravorlar, o'zimizda zira, kashnich, murch hammasi o'zimizda ziravorlar. Undan keyin 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo go'shtga 1 qoshiq sumbul, osh qoshiq bilan 1 osh qoshiq zanjabil qo'shaman. Malhamday bo'lib ketgan ustidagi molli ichagi. Bemalol ikkilanmasdan mana qanday qarsillab pishgan o'zi ham. Mana bemalol murojaat qilaverishlaringiz mumkin. Hozir tandirdan chiqdi. Mana hali chiqib turibdi. Hammani Alloh taolo iymonni salomat qilsin. Bemalol telefon raqamni eslatib o'taman. 94lik 331 57 27. Yana bir marta takrorlayman. 94lik 331 57 27. Kilosi 170 ming so'm. Xudo xolasa hamma joyda dastavkamiz bor. Inshaalloh nasib bo'lsa xudo xolasa murojaat qilaveringizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammani Alloh taolo iymonni salomat qilsin, ro'zg'orlariga barakotlar bersin, o'zimizning farishtalar o'lkamizga ko'z tegmasin. Salomat bo'lingizlar.